Nimanidir? Haqorat qilmoqchi emasmiz. 10 ta mutant zombilar va 500 ta skeletlarga qarshi. Oxirida esa bahaybat qurituvchi va armiyaga qarshi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu o'yinda kim g'olib bo'larkan? Bu esa Warlord 1000 ta zombiga qarshi. Men Warlordni tanlayman. 1000 ta zombi Warlord akam. Server jangni boshladik. Olg'a zombilar, olg'a! Uyg'on la'nati, uyg'on! Ey, jin ursin, uni jahli chiqdi. Ha, uyg'ondi. Wow! Ey, jin ursin, bir urgan hammasini o'ldiryapti. Yo! Ey, unga qaranglar, zombilar buni jonini olyapti. Zombilar qudratli ekan. Ha! Uni ketishiga yo'l qo'ymang. Bu antiqa hujum edi. Davay! Chandler, menimcha sen g'olib bo'lding. Ular uni men o'ylagandan ko'ra tezroq o'ldiryapti. Nima? Menimcha unga ko'z tegdi. Ey, uni qilichi yeriga tiqilib qoldi. Olg'a. Sen buni uddalaysan. Qani zombi olg'a. Ya xudoyim ey. Chris bilan Karl 1 ochko olishdi. Chandlerda esa 0. 500 ta skeletlarga qarshi 10 ta mutant zombilar. Skeletlar, men zombini tanlayman. Men ham skeletni tanladim. O'yinning oxirida kimning ballari kam bo'lsa, keyingi o'yinda boshiga nonga murabbo surtilgan holda o'tiradi. Jin ursin, nima? Men yutqazayotganim uchun qasd aytyapsanmi? Server, qani jangni boshla. Zombilar qani olg'a? Yo tavba. Qani olg'a? Opa. Ey, zombilar orasida xalq ham bor ekan. Ular bittasini qisib o'ldirishdi. Ha, Skeletlar orqadan hujum qilishga o'tishdi. qani birdamlikni yo'qotmayman. Jin ursin, ularni bunday yoqtiryapti. La'natlari. Ey, bu